kiyim va kiyinish haqida shunga o'xshagan savollarga o'zimning fikrimni bildirib o'taman. Kiyim asosiysi pok, toza bo'lishi kerak va butun bo'lishi kerak. Qolgani muhim emas. U brend bo'lishi yoki qimmat bo'lishi shart emas. Sifati bo'lsa yaxshi. Kiyimni uzoq kiyaman, ehtiyot qilib kiyaman. 10 yil, 12 yil davomida kiygan va haligacha kiyayotgan kiyimlarim bor. Aynan shu masalada meni ustimdan kulganlar bor. Kimdir chindan, kimdir hazillashib, lekin bu haqiqat. Kiyim asosiysi bizani qadriyatlarimizga to'g'ri kelishi kerak bo'ldi. Qolgani muhim emas. Kiyimni zo'rini olib kiysangiz, brend kiysangiz, qimmatga olib kiysangiz, lekin ichidagi odam arzon odam bo'lsa, fikrlari, dunyoqarashi arzon bo'lsa, uni qimmatligini qizig'i yo'q. O'shaning uchun oddiy kiyim kiysangiz ham o'zingiz qimmat inson bo'ling, foydali inson bo'ling. Siz qanaqa kiyimda yursangiz ham, qanaqa mashinada yursangiz ham sizni hurmat qilishsin, yaxshi ko'rishsin.